Sensulu deyman. Mana Ingletdan raspakovka 2. Xo'p, makiyaj yetishadigan so'ng buni ishlatamiz. Highlighter, ana blyosk. Qizlar, buni qaranglar. Muncha zo'rman, muncha baxtliman. Painting glass powder ekan bu, powder. Короче, bu ham pudra. Ko'zi tagiga pudra ekan, qarang. Biz hamma narsaga ishlatib boramiz. Tak, voy ochilib ketdi. Lab uchun balzam ekan, qizlar. Ana, bu testga ketdi. Sensulu deyman. Mana Inglet. Mana bunaqa magnitni bo'ladi. Skulpturi idishi menimcha hozir o'zi ham chiqib qolsa kerak. Ichi mana shunaqa chiqadi. Bir eng xadavoy rang ekan, ko'rasizlar. Bronzer stick bu. Qaranglar, bunisi menimcha zilalab. Yana bitta mana bunaqa. Mana oxirgi 3 ta qoldi. Bunaqa ekan. Kameleon. Ana smoky eyeslar qilamiz sizlar bilan endi. Bu qoshiqki menimcha. Gel mana. O'z uchun yana podvodka. Jigaring podvodka men borman. Oxirgisi bu. Raspakovka qildik. Bu yilim zo'r keldi qizlar. Bu birinchi yutug'im va birinchi beauty podarka kelgan boksim. Xudo xolasa yillar oxirigacha bunaqa bokslar butun hamma kosmetikadan menda bo'ladi.